Assalomu alaykum. So'rashib qo'yaylik. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xo'p, xabaringlar bor. Bizani 24-chislo kuni legendalar jamoasi bilan birgalikda final o'yinimiz, ya'ni Odil Ahmedov, Sanjar Tursunov, Farhod Tojiyev va sizlar bilgan boshqa legendarniy futbolistlarimiz bilan birga bizani kuchli o'yin kutib turibdi va legenda jamoasi nomidan akamiz DJ Sem. Assalomu alaykum. Yana bir bor kelibdilar. Meni bularga zo'r savollarim bor. Okay, to'g'risini ayting, faqat ozgina bo'lsa ham Sonic X jamoasi sizlarni o'ylantiryaptimi? Finalda, ya'ni yuta olamizmi degan savol bormi sizlarda yoki aniq yutamiz degan duh bormi? Har bitta o'yin bo'lishidan oldin baribir ham qanaqadir ham nima desa bo'ladi? Yig'ilish bo'ladi, o'zaro gaplashamiz, ko'ramiz, har bitta narsani o'ylab oldin nima qilishdan oldin baribir ham plan tuziladi. Duh bor aka. Unaqa narsa o'chmaydi-yu hech qachon. O'chmaydi. Bu odamlar misol uchun agar turg'izishsa ularni futbol desa, bular yopiq ko'zi bilan ham o'ynaladi-yu. Legendalar juda ham kuchli bolalar. Da, конечно. Sizlarda bo'lish kerak edi. Bizda ham kostyumasim bor, aka. Bo'ldi, samay glавное. Sizlar tayyor bo'lsangiz, bu odamlar har doim tayyor. 24-dekabr 13:30 da Ufa yopiq stadionida hammalarni kutamiz. Kirish bepul. Xudo xolisa chiroyli o'yin va'da qilamiz sizlarga.